beraman. Hozir siz o'rta asrlar nega bunchalik azob uqubatlarga duchor bo'lganini, nega davlatlar doimo urushganini va ular o'tmishda qanday kelajakka tayyorgarlik ko'rishganini, nega buyuk mafkurlar qulaganini, butun dunyo qanday qilib matnga aylanganini, nima uchun yangi samimiyat paydo bo'lganini, boshqa davrlar odamlari qanday fikrlaganini, bugungi kunda nima uchun yangi samimiylik modada ekanini va zamonaviy avlodlar nima uchun o'tmishni qo'llab-quvvatlamasligini bilib olasiz. Bu sizni hayotingiz. Men yuzimni va nolni emas, balki ilk nafasdan to oxirgi nafasgacha bo'lgan 750 ming soatni nazarda tutmayman. Ha, aytmoqchi, bu u qadar ko'p muddat emas. Plutonga 4 marta borib qaytishga yetadi xolos. Ammo pizzaga aylantirilganda oddiy odamning hayoti mana bunday ko'rinishga ega. Bu pizzaning aynan yarim tanangizga g'amxo'rlik qilish, masalan, uxlash va ovqatlanish, hojatxonaga chiqish, yostiqni salqin tomonini burish va hokazolarga